Allo, eshityapman. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida 4120 ta ko'p quvvatli uylar bo'lib, ulardan 70 ta boshqaruv servis kompaniyalari ish faoliyatini olib bormoqda. Yurgi 2025-yilgi kuz-qishki mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha 419 ta ko'p kvartirali uylar dasturga kiritilib, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda kommunal qurilish ta'mir servis kompaniyasi tomonidan kirish yo'laklari, framuga romlari, tom qismlari, issiqlik tizimlari ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Inspeksiya tomonidan bajarilayotgan ishlarni, kamchiliklarni aniqlab, joyida bartaraf qildirib bormoqdamiz. Kommunal qurilish ta'mir servis boshqaruv kompaniyasi rahbari Mamajon Habibullo bo'laman. Bizning tashkilotimiz kommunal qurilish ta'mir 2023 yil 3 avgustda tashkil topgan. Prezidentimizning 51 qarorlariga asosan shunda tender asosida 36 ta domda biz tutganmiz. Hozirgi kunga kelib 101 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatamiz Farg'ona shahrida. Bulardan kuz-qish tayyorgarlik bo'yicha bugungi bu yilga 26 yil kuz-qish dasturiga 36 ta ko'p qavatli uylarimiz tushgan. Kapital ta'mirga tom, kirish yo'laklari, temir eshiklar va framugalar. Shulardan oxirgisi Istiqlol mahallasi, Qodiriy ko'chasi 89-uy kirish yo'laklari qo'yib, framugalar qo'ygandi. Hozirgi kungacha 89-uyimizni kuz-qishga tayyorgarlik maqsadida tom qismi yopildi, kapital ta'mirlandi. Elektr kabellari asosiy shitdan tortib kirish yo'laklarigacha bo'lgan shitlar hammasi yangilandi. Sababi bulardagi eski shu uy qurilgandagi eski kabellar bo'lgancha hammasi yangi kabellarga 16/4 kabellarga almashtirildi. Podvaldagi issiqlik tizimi oldingi elevatorlarning o'rniga hukumatning tegishli qaroriga asosan ITPlarga, ya'ni individual tepov punktlarga almashtirildi. Bularda juda afzallik tomonlar ko'pligi uchun hozirgi kunda ichki tizimlar tayyor bo'ldi. Ya'ni kuz-qish mavsumiga, xudo xolasa betalafot o'tkazishga tayyor domlarimiz.